company specializes in refining and enhancing video content produced by Korean film companies, ensuring top-tier quality through advanced software solutions. Previously, we carried out these operations in Vietnam. However, in recent years, due to the growing focus on the IT sector in Uzbekistan, along with government support and incentives for investors, we decided to relocate and continue our activities here. Despite having recently launched our operations in Uzbekistan, we have already achieved remarkable results. Currently, we aim to process and deliver 3,200 high-quality video products per week. Looking ahead, we plan to expand our operations further through new projects, increasing both our production capacity and impact. IT sohasi 8 yil avval O'zbekiston uchun deyarli yangi soha edi. Qisqa paytda tarmoq rivojlandi. Natijada IT yurtimizda top driver tarmoqlar qatoridan joy oldi. Xorijiy davlatlar uchun esa mamlakatimiz jozibador manzilga aylandi. Bugun IT sohasini bolalar yoshligidanoq o'rganib bormoqda. Bunda esa o'quv markazlarining o'rni va roli muhim. Viloyatimizda ham bu kabi maskanlar soni yildan yilga ortib bormoqda. Viloyat rahbari Aziz Boboyev ana shunday maskanlar faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Samarqand shahridagi IT yo'nalishdagi o'quv markazi faoliyati bilan tanishuv chog'ida markazda yoshlarning IT sohasida bilim olishlari, yangi dasturlar ishlab chiqish yo'nalishida bajarilayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berildi. Bu yerda bolalarning robototexnika guruhida tahsil olib, bir-birlari bilan ham fikr bo'lib, o'zlari kichik hajmdagi robotlarning yaratayotganligi, ularga esa mahoratli ustozlar hamroh bo'layotgani maskanda saboq olish erkin ekanligini namoyon etadi. Viloyat rahbari Janubiy Koreyada olingan serial va kinolarni ortiqcha elementlardan tozalovchi IT markaz faoliyati bilan tanishdi. Viloyat rahbari yana bir IT yo'nalishdagi markazda bo'ldi. Mazkur markaz dasturiy ta'minot ishlab chiqish, web dizayn, IT yechimlar va texnik xizmatlar ko'rsatish bo'yicha faoliyat yuritadi. Kompaniya mijozlariga IT infrastruktura va biznes uchun dasturiy yechimlar taqdim etadi. Ularni turli tarmoqlarda, jumladan biznes, ta'lim va boshqa sohalarda texnologik xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Viloyat rahbari markazning faoliyati bilan yaqindan tanishib, AKT sohasi uchun yetuk malakali kadrlarni tayyorlashda markaz faoliyatini takomillashtirish bo'yicha taklif berdi. Ushbu markazda hokim va IT sohasi vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda viloyatda IT sektoridagi ishlarning bugungi ahvoli va uni yanada rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar yuzasidan fikr almashildi. Hozir ham, kelajak ham ITsiz umuman tasavvur qilib bo'lmaydi. Bizga bu sohada mutaxassislar juda ham ko'p kerak bo'ladi. Shu sohaning egalari, mana sizlar boshlab beryapsizlar. Ancha demak rezultatlar ham bor bugungi kunda. Sohani rivojlantirish uchun qanaqangi yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta men o'zimning vakolatim doirasida tayyorman yordam berishga.
IT sohasi vakillari maktablarda IT kurslarini tashkil etish, startap loyihalari bo'yicha ko'rik tanlovlarini tashkil etish, IT buyurtmalarini bajarishda korxonalarga imtiyozlar berish borasida o'z takliflarini bildirishdi. Biz IT zakazlar qilamiz, lekin hozirgi kunda O'zbekistonda IT zakazlarni qilish bo'yicha o'sha turli xil monopoliya tashkilotlari bor. Bu sir emas, uni hamma biladi. Misol uchun va ular davlatning juda ko'p zakazlarini qilishadi. Adolatli bo'lish kerak degan temani ko'taryapti-da, adolatni ko'taryapti. Juda ham yaxshi narsa. IT sohasidagi kompaniyalarni ham reytingini joriy qilish kerak. Lekin kichkinasi bilan ham kattasida hammasi bir xil bo'lib turibdi-da hozirlarda. Reyting degan narsa yo'q. Bu bir, ikkinchisidan bir qandaydir shu zakazlarga tender e'lon qilish kerak bo'ladi-da. Agar tender e'lon qiladigan bo'lsa, o'shanda kirib, kim zo'r bo'lsa, o'sha yutib oladigan bo'lish kerak. Ya'ni adolatli o'yin bo'lish kerak. Uchrashuvda IT sohasida faoliyat ko'rsatayotgan tashkilotlar o'rtasida reyting tizimini joriy etish, tibbiyot sohasida IT markazlar hamkorligini o'rnatish borasida ham to'xtalib o'tildi. Muloqotning yana bir e'tiborli tomoni shunda bo'ldiki, bu o'yin ishtirokchilari o'z tajribalari bilan boshqa IT mutaxassislari bilan o'rtoqlashdilar va hamkorlikni yanada rivojlantirish imkoniyatlarini muhokama qildilar. Viloyat rahbari IT sohasini rivojlantirish, raqamlashtirish yo'nalishida malakali kadrlarni tayyorlashda ta'lim sifatiga alohida e'tibor qaratish lozimligini ta'kidladi. Aziz Boboyev bu kabi muloqotlarni doimiy ravishda o'tkazib turish, IT sohasi vakillari bilan kengash tuzib, har oyda bir marotaba to'planib, sohadagi masalalar muhokama etish, yangi g'oyalarni ilgari surish bo'yicha ham o'z takliflarini bildirib o'tdi. Uchrashuv yakunida eng yaxshi IT sohasi vakillari taqdirlandi. Kompaniyamizda ishlash qulayliklaridan yana biri bizda masofadan turib ishlasa bo'ladi. Ushbu sohani yaxshi o'rganib olib ketish faqatgina vaqtga bog'liq deb o'ylamayman. Chunki men boshqalardan sal keyinroq kelgan bo'lsam ham, hozirda ular bilan birgalikda ishlab, yaxshi natijalarni ko'rsatmoqdaman. Bunga asosiy sabab mendagi bundan oldingi grafika sohasida katta tajriba deb hisoblayman. Mutatsiyaning eng qiyin qismi street tracking hisoblanadi. Bu proyekt endi boshlanganda bizda bu proyektni o'rgatadigan professionallar yo'q edi. Shuning uchun biz bu proyektni o'zimiz o'rganishimizga to'g'ri kelgan. Hozirda mana shu ishchi guruhimizga yana yangi proyektlar kelmoqda. Ularni ham o'rganib, o'z ishimiz va mahoratimizni ko'rsatmoqdamiz. Shunga qaramasdan yo'llanishni umidda va mukammal o'zlashtirdi. Bu proyektda
aynan bir qolip yo'q. Ya'ni siz bir narsani o'rganib olib, keyin shu asosida ishlab keta olmaysiz. Sizda muammoga yechim topish qobiliyati bo'lishi kerak. Har xil videolar tushganligi sababli har xil yechimlar kerak bo'ladi. Qiyinchiliklar bo'lishiga qaramasdan biz dasturni mukammal darajada o'zlashtirdik va hozir chet kompaniyalari bilan shartnomalar qilishda davom etmoqdamiz.